Mana do'stlarim, Jizzax viloyati Do'stlik tumanida qorlarimiz. Bunday qorlar nihoyatda odam xursand qilyapti. Mana bugun qorning 3-kuni. 2 kun 3 kun yomg'ir yog'di. Az atrof bilan gaplashyapmiz, vodiyda deyarli yo'q deyapti. Xorazm Qoraqalpoqda bizga endi keladi, lekin sovuq deyapti. Surxondaryodan so'rayapman, unaqa qor yo'q. Lekin bizlar mana Jizzax viloyatining ishchi guruhi Xitoyga borib, Tianshan tog' tizmalarining eng balandiga dor yo'li bilan chiqib, o'sha yerda duo qildi. Shu qorlar bizlarga bor, ertaga shu qorlarni biz quvib keldik. Mana endi aynan shu Jizzaxga shu qorlar keldi. Boshqa yerga kelganda aytardik, hamma joyga kelibdi-ku derdik. Mana Jizzaxda bugun ham 2025-yil 20-dekabr tushdan keyin soat 3 bo'layapti. Mana laylaq qor yana yog'ayapti. Yerdagi qorlar 25-30 santimetr bo'lgan. Qorlar eriyapti. Kunlar iliq. Yana qorlarimiz yog'ayapti. Yog'aversin shu oppoq qorimiz. Yog'aversin. Qancha ko'p yog'sa shuncha yaxshi bizga. Bedaga suv qo'yishimiz kerak edi. Mana latogimiz ag'darilib, o'zi osmondan suv ichib yotibdi. Bedalarimiz, dehqonchiliklarimizga nihoyatda baraka bo'ldi qorimiz. Mana ahvol mana shunday. Qorlarimiz Do'stlik tumanida mana shunday qor. Tizza bo'yi qor bo'ldi. Erigandan tashqarisi eriyapti ham. Shuning uchun ko'ringizlar, Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi qorlar. Do'stlik tumanimiz kanalida suvlarimiz to'lib oqyapti. Suvlar Arnasoy suv omboriga qarab, ko'llar ko'liga qarab kelasi yilga g'amlanyapti suvlar. Mana qorlar uyum bo'lgan, uyum ko'cha yo'l chetlar uyum bo'lgan. Metan zapravkalarimizda ham ertalab hech kim yo'q edi. Mana endi navbatlar boshlanibdi. Mana o'sha bu yog'i navbat bilan kirasan deyapti mana. Navbat bo'lgan ham yaxshi. Yo'qdan ko'ra bor. Mana bu yog'i turna qator navbatlar boshlanibdi. Ertalab hech kim yo'q edi. Mana qorlarimiz. Bu qorlar ham esdalik. Kelgusida qorlardan shikoyat qilayotganlarni ko'rsatamiz. Mana butun O'zbekiston ko'ryapti, butun dunyo ko'ryapti. Qorlarimizni ko'rsatayapmiz. Mana qorlar. Do'stlik tumani. Qorimiz nihoyatda zo'r bo'layapti. Oldimiz yangi yil do'stlarim. Yangi yilga qor kerak, yangi yilda qor bo'lmadi deb shikoyat qilar edik. Mana qorimiz yetarlicha bor. Qancha qor kerak? Mana shuncha qor bor sizlarga berib yuboramiz kimga kerak bo'lsa. Shuning uchun ko'ringizlar, kuzatingizlar, izohlar yozingizlar. Kimga qor kerak bo'lsa biz jo'natamiz.